Siz buni aniq bilmaysiz. Chunki buyrak kasalini davolash juda ham oddiy. Unga men yechim beraman. Shuning uchun videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun uni albatta saqlab oling va like tugmasini bosib qo'ying. Buyrak kasalligini oldin belgisini aniqlab olishimiz kerak. Beldagi og'riqlar, kindik atrofidagi og'riq, hojatga borganda og'riqli seyish, bularning hammasi buyrak shamollashini belgisi. Aytgandek, harorat ham ko'tariladi. Bu ham buyrakdagi shamollashni belgisi hisoblanadi. Xo'p, buni qanday qilib shamollab qoladi? Buni sababini o'rganib chiqamiz. Sovqotish, har xil infeksiyalar asoratida va noto'g'ri ovqatlanish oqibatida ham, sovuq narsalar yeyish oqibatida ham buyrak shamollab qolishi mumkin. Bilasizmi, buyrak kasalini davosini oddiyligi men tuzgan dastur orqali buni bilib olishingiz mumkin. Azizlar, kelinglar, medveji ushka, ya'ni ayiq quloq o'simligidan tayyorlangan buyrak kasalligidagi o'sha infeksiyalarga qiron keltiruvchi medveji ushka mahsuloti bunga yechim bo'la oladi. Albatta bunga qo'shib EPAM 96 hamda Navamin, bu uchala mahsulotni atagan narxi 320 ming so'mni tashkil qiladi. Azizlar, video so'ngidagi telefon nomerlariga telefon qilib bu mahsulotlarga buyurtma berishingiz mumkin hamda konsultatsiya olishingiz mumkin.